Yerda chochilayotgan narsani o'zi chetga olib qo'ygin. O'zingga kelajakda kerak bo'ladi. Menga hujjatlarni olib kiring. Olib bo'ladi. Hujjatlarni? Mana bu o'tirgan odam kim bo'ladi? Ish bo'yicha suhbatga kelishgan. Chaqirib yuboraymi shu odamni? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tabriklayman, ishga qabul qilindingiz. Axir qanaqasiga? Hali suhbatdan o'tganim yo'q-ku. Bizning ishxonamizda barcha joyda kamera bor. Kamera orqali kuzatib o'tiribman. Sizni qilgan ishlaringizni ota-onangizga ming rahmat. Sizday tejamkor, e'tiborli, mas'uliyatli farzandni tarbiya qilishganiga ertadan boshqaruvchi lavozimga ishga chiqishingiz mumkin. Tabriklayman. Tabriklang, o'qishga kirdim, dada. Mana shunaqa zo'rman, qanaqa aqlliman.